Bu Karista o'z katta gapiryapti deysizlar, nima desalaringiz deysizlar. Chunki bunaqa narx mana shu O'zbekiston Respublikasi bo'yicha faqat Karista o'zida. Ishoning. Yo'q, agar bundan arzonni topib bersangiz, harakat qilaman bundan da arzonni men sizlarga topishga. Shuning uchun ham obuna bo'ling, chunki hozirgi kunda eng arzoni, вообще yer bilan bitta bo'lgan, yakson bo'lgan narxlar faqat Karista o'zida bo'ladi. Obuna tugmasini bosing. Chunki da Kia Sonet 10.000 km masofa bosib o'tgan Kia Sonetni kraskalar top-toza, yana ko'rib tekshirib olasiz. 15.500 dollarga. Toping. Bu yolg'on emas. Kelasiz, kerak bo'lsa kim olsa, olni sotisini ham sizga ko'rsataman. Bu puli bitta past pozitsiya, yana birinchi pozitsiyasi emas. Mana aytdim-a? Endi obuna bo'lingiz. Hozir zo'r ketamiz. Vay. Buni qarang, motor. Yangi 250 million salonda turgan mashinaning narxini 20 ming dollar turibdi. 10.000 km masofa bosib o'tgan. Yangi mashina, yab-yangi. Balon diska holatlari zo'r. Kraskalari absolutno mavjud emas deyaptilar. Yana olib borib, ko'rib, tekshirib olasiz. Probeg, kraska hamma narsasi. 10.000 km atiga 8-mart kuni ayolingizga podarka qo'ysangiz bo'ladi. Buni qarang. Salon holatiga qarang. Yangi Boss akustika. Kia Sonet. Do'stim, mana shunaqangi, o'zim hayron qolyapman-da. Hayron emas, biz savdolashyapmiz. Egasi bilan o'tirib, o'zimga olganday qilib savdolashib, mana sizlarga shuni beryapman. Prosta baraka qo'rsalaringiz bo'ladi, orqalarini nima? Yana buni savdosi bor. Prosta olavermang, savdosi bor, yana 100-200 mo'st o'tadi. Iceberg suvi. Premium klass suvi. Agar sizga suv kerak bo'lsa, telefon nomerlarga telefon qilasiz. Vay. Mana orqalari. Dimoy Dekon. Videoda aytib o'tiribsizlar, bu Karista ham katta gapiraveryapti. Shunaqa arzonmikan? Arzon. Bozorda topolmaysiz bunaqa narxda. Boshqa joylardan ham qidirmang. Faqat Karista o'zida bo'ladi. Shuning uchun ham siz obuna bo'ling, Telegram kanalimizga o'ting. 15.500 2024-yilda ishlab chiqarilgan Kia Sonet salondan bir qo'l afsan salondan olingan. 15.500 dollarga. Ramazon ro'za oyida qarang, Allohdan ko'pchilik so'rayapti-da. Shuning uchun ham arzon mashinalar Karista o'ziga kelyapti. Yakson qilyapmiz. Obuna bo'lib, ekranga like bosib, keyin egalariga telefon qiling. Bizlar Primoy egalarining nomerini qo'yib qo'yamiz. Biz o'zimiznikini emas. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.